Assalomu alaykum avto prestij obunachilari. Nima mashina olsam ekan deb o'ylab yurgan akalar uchun gibrid yoki to'liq elektr avtomobillarimizdan наличиеda bor. Hamda istalgan yana boshqa avtomobil Li6, Li7, Li9 yoki Lip motor avtomobil C11, C10, S01, B01 nima avtomobil kerak bo'lsa, do'stlar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Avtomobillarimizdan hammasidan bor. Dongfengni ismi, Dongfengni 5 o'rindiqli, 6 o'rindiqli, restyling, ultra pozitsiyalaridan ham bor. Changanda A07 avtomobillarimizdan ham наличиеda bor do'stlar. Voyaq deydigan bo'lsak, voyaq Apollo 2025 restyling. Hozir ko'pchilik joyda yo'q. Bu avtomobillardan ham наличиеда bor. Mokriga qora salon bo'ladi avtomobilimiz. Hamda bu yoqdagi avtomobillarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, takoy budjetliroq, yaxshi, juda ham cho'ntakbob avtomobillarimizdan ham наличиеда bor do'stlar. Toyota BZ5 eng full pozitsiyasi, zo'r mashina. Bu avtomobilimiz BYD Blade batareyka bilan jihozlangan. Takja avtomobilimiz 630 km masofani bemalol bosib o'tadi. Balonlariga keladigan bo'lsak, 21 diskalar taqilgan Bridgestone shinalar bilan avtomobil juda ham zo'r, ekonomичный. Bitta to'liq zaryad bilan 500 km yuring, mazza qilasiz bu avtomobil. Yumshoqligi, podveska Toyota Camry'ning podveskasi turibdi bu yerda. Hamda avtomobilimizda ikkinchisi Dongfeng IOCL 7 avtomobili. Juda ham budjetli avtomobil. Kinimlarga olib bersangiz mazza haydab yuradilar. Bu avtomobilimizda abdu fotograflari bo'ladi, водитель siniyadan panorama tom hamda lyuklari bilan. BYD Line 06 O'zbekistonda yagona bo'lgan gibrid, parallelniy gibrid. Ham elektrda yuradi, ham benzinda yuradi. Xohlasangiz benzinda yuring, xohlasangiz elektrda. Smeshinli qilib yuradigan bo'lsangiz, 1 litr, 1,5 litr benzin rasxod qiladi avtomobil. Bu avtomobilimiz zapas xodi 1400 km masofani bemalol bosib o'tadi. Juda ham ekonomичный avtomobil. Buni elektroversiyalari ham kelgan. Именно bu versiyadan esa bitta dona kelgan O'zbekistonga. Hozircha bu avtomobil bitta dona turibdi. Do'stlar, kimga ushbu avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar tanishinglar mashina qarayotgan bo'lsa, bemalol o'shalarga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Narxlari juda ham chiroyli narxda qilib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'ringlar do'stlar.